Assalomu alaykum. Bugungi lavhamizni qisqa va qiziqarli qilishga harakat qildik. Sizlarga dinozavrlar aslida qanday ko'rinishda bo'lganligi haqida so'zlab beramiz. Kinolarda, multifilmlarda, hujjatli filmlarda biz dinozavrlarni mana shu tarzda ko'rib kelganmiz. Ammo sizlarda hech savol tug'ilganmi? Haqiqatdan ham bular shunday ko'rinishda bo'lganmikan deb? Kimdir aytishi mumkin, albatta, chunki bu tuzilishlarni topilgan suyaklarga qarab chizishgan. Lekin biz sizlarga dinozavrlar umuman boshqacha bo'lganligini quyidagi misollar orqali ko'rsatib beramiz. Bu sizningcha qaysi hayvonning suyagi? Bahaybat 8 oyoqmi? Diqqat qiling. Bu oddiy o'rdak birining suyagi edi. Dinozavrlarni tasvirlaganda terini suyagiga juda ham yaqin holda chizishgan. Agar shu holda bizni ham tasvirlashsa, mana bunday ko'rinishda bo'lar edik. Yana bir misol. Bu nimaning suyagi? Ko'rinishidan bu ham bir qo'rqinchli hayvonning suyagiga o'xshayapti. Lekin bu beozor quyonning suyagi. Keling, yana bir suyakni ko'ramiz. Dahshatli bir kosmosdan kelgan maxluqqa o'xshaydi. Taxmin qilmaylik-u, aniqlik kiritaylik. Bu ko'plar uchun sevimli bo'lgan kasatka, kitning suyagi. Agar bu suyakni ham paleontologiya, ya'ni dinozavrlarni o'rganuvchi fan orqali tasvirlasak, mana bunday maxluq ko'zimizni oldiga keladi. Lekin bu yer yuzidagi eng katta hayvon, felga tegishli. Isbotlangan fakt. Fellar o'z suyaklaridan qo'rqishadi. Drakonga o'xshagan begemotning suyagi. Yirtqich itga o'xshagan suv mushugining suyagi. Va yana shunga o'xshash bir nechta misollar keltirish mumkin. Bundan xulosa chiqadiki, paleontologiya unchalik aniq bo'lmagan fan ekan. Kinolardagi velosiraptorlar aslida umuman boshqacha ko'rinishda bo'lganligi isbotlandi. Chunki 2004-yilda tiranozavrlarning yangi qoldiqlari topilgan va ularning tuklari borligi aniqlangan. Bundan bilamizki, biz ko'rib bilib kelgan dinozavrlar umuman tukli bo'lishi ham mumkin ekan. Dinozavrlarni tuksiz ko'rish men uchun g'alati tuyuladi. Chunki haqiqatga yaqin bo'lmay qoladi, deydi Brashid. Umuman dinozavrlarni bizdan million yillar oldin yashab o'tgani sababli ularni asli tuzilishini bilish juda ham qiyin. Lekin fan rivojlangani sari ularning haqiqiy ko'rinishlari aniq bo'lib boraveradi. Bugun sizlar uchun tayyorlagan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Siz Olam Aro kanalini tomosha qildingiz. E'tiboringiz uchun rahmat.